Hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Butun umr yashab, butun umr o'rganamiz, bir kichkinani bir kattani gapiga quloq solamiz, joningizga sog'miz. 100% to'g'ri gaplar bular. Zo'r, statusga, hop. Isrofdan qochish. Ustani o'zini saviyasi, darajasini ko'rsatish maqsadida. Limitdan oshmaslik. Hozir bizda limitga shunaqa chegara borki, oshgan sari ko'proq pul to'ladi-ku. Teskarisiga yursa-chi, mashinadan ko'p bermayman desa, xonadon deyishi mumkin. Mashina ortig'ini ishlatmaysan desa, siz o'shani iqtisod qilib ishlatishingiz kerak bo'ladi, yetkazishingiz kerak bo'ladi. O'sha holatda qanaqa taqsimlaysiz? Masalan, shunaqa joylar bor. Endi, hop, O'zbekistonda oxirgi statistik ma'lumotga qaraydigan bo'lsak, 37 million aholi yashayotgan va yiliga 1 milliontaga ko'payotgan. 1 million ko'payapti. Bilasizlar nimaga o'sha Xitoydan ham, Yevropadan ham, va hokazo davlatlardan O'zbekistonga investorlar qiziqishini bildiradi. Necha kishi yashaydi o'rtacha? Beshga bo'laman. Nechta? 200 mingta xonadon deganimi? 200 mingta xonadon. Bu faqat xonadon, faqat xonadon. Bular yeydi, ichadi, uylanadi, va hokazo, shular hamma ehtiyojlari bor. O'shaning uchun oziq-ovqat ishlab chiqaradigan ham kirgisi keladi O'zbekistonga. Quruvchisi ham kirgisi keladi, hammasi kirgisi keladi. 200 mingta xonadon kammi? Yiliga, har yili yangi 200 mingta xonadon degan kam emas. Hozir quruvchilar ulgurib bera olmayapti shuncha qilib. Ulgurib bera olmayapti. Davom etamiz. Endi bizning O'zbekistonning iqlimi qanaqa? Mumkin, lekin nima turib isitish kerak? Uni bo'lib qoladi. Farqi yo'q, o'tin, ko'mir yoqadimi, nima qilsa ham o'sha uyga isitish kerak. Farqi yo'q, isitish kerak. Va undan tashqari yana bitta ikkinchi tomoni bor. Yozimiz ham zo'r. Suv ichish kerak-da. To'g'ri, yoz suvdan o'lib qolmasligi mumkin, o'lib qolishi mumkin. Lekin yozimiz ham ya'ni qishda harorat bizda -20, -25 darajaga tushib ketadigan kunlar bo'ladi. Toshkentda misol uchun hisob-kitob -14 ga bo'ladigan bo'lsa, o'rtachasi +-2 atrofida yuradigan bo'lsa 1 gradusda, lekin mana haroratgacha boradigan kunlar ham bor. Va regiondan kelib chiqib